Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust 2026da kutilayotgan qo'shimcha to'lovlar kimlarga qo'shiladi? Kimlar esa umuman pul olmasligi mumkin? Bu ma'lumot pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, budjet tashkilotida ishlayotganlar va nafaqa kutayotgan har bir odam uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta kechikkan ariza yoki tizimdagi bitta xato sababli odam o'ziga tegishli pul ola olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qo'shimcha pul deganda nima nazarda tutiladi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar bemalol kutishi mumkin? Qaysi holatlarda to'lov to'xtaydi va o'z haqingizni olish uchun hozirdan nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men aniq amaliy ro'yxat beraman. Qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, nimani yozish, nimani tekshirish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini yo'qotmaydi. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Avgust 2026da qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketganda odamlar ko'pincha buni bitta umumiy pul deb o'ylaydi. Aslida esa qo'shimcha bir necha xil bo'lishi mumkin. Birinchisi pensiya va nafaqalar indeksatsiyasi. Ya'ni narxlar o'sishi, eng kam miqdorlar o'zgarishi yoki davlat qarori asosida pensiya miqdoriga ustama qo'shilishi. Ikkinchisi ijtimoiy nafaqalar, masalan bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Kam ta'minlangan oilaga ajratiladigan to'lovlarning qayta hisoblanishi. Uchinchisi ayrim toifalar uchun alohida ustamalar, nogironlik guruhi urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, zararli sharoitda ishlaganlar, o'quvchisini yo'qotganlar yoki maxsus maqomga ega fuqarolar. To'rtinchisi budjet xodimlari uchun ish haqi, lavozim ustamasi yoki kompensatsiya to'lovlari. Oldin qanday edi? Odatda odam pensiya yoki nafaqa tayinlangandan keyin endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylardi. Ayrim o'zgarishlar avtomatik amalga oshadi. Masalan, davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, ko'p pensionerlarga qayta hisoblash tizim orqali qilinadi. Lekin hamma holatda emas. Agar sizning ma'lumotingiz ba'zida noto'g'ri bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lmasa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki kerakli hujjat to'xtab pul qo'shilmaydi yoki vaqtincha to'xtab qoladi. Endi nima o'zgarmoqda degan savol tug'iladi. 2026 yilga kelib ijtimoiy to'lovlar bo'yicha raqamlashtirish yanada kuchayadi. Bu yaxshi tomoni, odam har safar qog'oz ko'tarib yurmasligi mumkin. Lekin xavfli tomoni ham bor. Tizim sizni faqat bazadagi ma'lumot orqali ko'radi. Agar bazada sizning daromadingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, oila tarkibingiz yangilanmagan bo'lsa, nogironlik ma'lumoti elektron tizimga tushmagan bo'lsa, siz huquqingiz bo'lsa ham to'lovsiz qolishingiz mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, davlat to'lovi kelishini kutib o'tirmang. O'z ma'lumotingizni oldindan tekshiring. Asosiy qism 1: kimga pul qo'shiladi, kim xavotir olishi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Birinchi katta toifa bu yoshga doir pensionerlar. Agar avgust 2026da pensiya miqdorlari oshirilsa yoki qo'shimcha ustama joriy qilinsa, odatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar asosiy qamrovga kiradi. Masalan, bir pensioner 2026 yil iyulgacha 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, davlat qarori bilan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanadi. Agar oshirish 10% bo'lsa, u taxminan 120 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Lekin bu faqat shartli misol. Aniq foiz va miqdor faqat rasmiy qaror bilan belgilanadi. Bu yerda muhim jihat shuki, hamma pensioner bir xil miqdorda qo'shimcha olmaydi. Kimning pensiyasi 800 ming so'm bo'lsa, 10% oshish 2 ming so'm bo'ladi. Kimning pensiyasi 2 ming so'm bo'lsa, 10% oshish 2 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar oshirish qat'iy summa ko'rinishida bo'lsa, masalan, hammaga bir xil ustama berilsa, unda past pensiya oluvchi ham, yuqori pensiya oluvchi ham bir xil qo'shimcha oladi. Shuning uchun odamlar qo'shninga ko'proq qo'shilibdi. Menga kamroq deb darrov xulosa qilmasligi kerak. Pensiya hisob-kitobi, staj, ish haqi, pensiya turi, ilgari berilgan imtiyozlar va eng kam miqdor bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan fuqarolar. Bu yerda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan odamga qo'shimcha pul qo'shilishi mumkin. Lekin nogironlik guruhi va muddati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, bir fuqaro ikki guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsa,
Lekin uning tibbiy ko'rik muddati 2026 yil iyul oyida tugagan bo'lsa va u avgustgacha qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizim uni faol oluvchi sifatida ko'rmasligi mumkin. Natijada avgustdagi qo'shimcha unga vaqtida tushmaydi. Keyin u hujjatlarni tiklasa, ayrim holatlarda qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa kechikish o'ziga zarar bo'ladi. 3-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifa ham ko'p savol beradi. Masalan, otasi vafot etgan oilada 2 nafar bola bo'lsa, ular boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar bolalardan biri 12 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, u ma'lum shartlarda to'lovni davom ettirishi mumkin. Ammo o'qish to'g'risidagi ma'lumot bazaga kiritilmasa yoki ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Mana shu holatda avgust 2026 dagi qo'shimcha ham berilmay qolishi mumkin. Shuning uchun talaba bo'lgan farzandlar o'qish hujjatini vaqtida tasdiqlatishi kerak. 4-toifa kam ta'minlangan va bolali oilalar. Bu eng murakkab yo'nalishlardan biri. Chunki bu yerda faqat mening pulim kam deyish yetmaydi. Tizim oilaning umumiy daromadini, oila a'zolari sonini, mol-mulkni, transport vositasini, rasmiy ish haqini, tadbirkorlik daromadini, alimentni va boshqa tushumlarni hisobga olishi mumkin. Masalan, bir oilada ona ishlamaydi. Ota 2.500.000 so'm maosh oladi. 3 ta farzand bor. Bu oilaga bolalar nafaqasi tayinlanishi mumkin yoki mumkin emas. Bu aniq mezonlarga bog'liq. Endi boshqa misol, oila haqiqatda qiynalgan, lekin otaning nomida eski avtomobil bor. Tizim bu avtomobilni mol-mulk sifatida ko'rib, oilani nafaqaga mos emas deb chiqarishi mumkin. Odam esa menda pul yo'q deydi. Shuning uchun mol-mulk va daromad mezonlari juda muhim. 5-toifa budjet tashkilotlarida ishlaydiganlar, o'qituvchi, shifokor, hamshira, tarbiyachi, madaniyat xodimi, ijtimoiy soha vakillari uchun ba'zan lavozim oqladi oshiriladi yoki ustamalar qayta ko'rib chiqiladi. Bu holatda ham hamma bir xil qo'shimcha olmaydi. Masalan, bir maktab o'qituvchisi ir stavkada ishlaydi. Malaka toifasi bor. Daftar tekshirish yoki sinf rahbarligi uchun ustama oladi. Ikkinchi o'qituvchi Lori 5 stavkada ishlaydi va toifasi yo'q. Agar ish haqi oshsa, birinchi o'qituvchining qo'shimchasi ko'proq bo'lishi tabiiy. Shuning uchun budjet xodimlari ish haqini faqat umumiy yangilik bo'yicha emas, o'zining stavkasi, buyruqlari, ustama asoslari va tabeli bo'yicha tekshirish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiya yoki nafaqa huquqingiz amalda bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, oila tarkibingiz to'g'ri bo'lsa, odatda sizga qo'shimcha avtomatik tushishi kerak. Lekin men baribir umuman xavotir olmang demayman. Chunki amaliyotda oddiy texnik xato ham to'lovni kechiktiradi. Eng to'g'ri yo'l avgustdan oldin bir marta tekshirish. Kim albatta xavotir olishi kerak? Birinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Ikkinchidan, bank kartasi muddati tugaganlar. Uchinchidan, boshqa tuman yoki shaharga ko'chganlar. To'rtinchidan, nogironlik ko'rigi muddati yaqinlashganlar. Beshinchidan, bolalar nafaqasi oladigan va oilaviy tarkibida o'zgarish bo'lganlar. Farzand tug'ilgan, farzand 18 yoshga to'lgan, kimdir ishga kirgan, kimdir ajrashgan yoki aliment masalasi o'zgargan 6-dan. Pensiya tayinlashda ish staji yoki ish haqi hujjatlari to'liq kiritilmaganlar. Endi eng muhim nozik joylariga o'tamiz. Birinchi tuzoq qo'shimcha hammaga beriladi degan gap. Yo'q, har doim ham hammaga berilmaydi. Ba'zi qo'shimchalar faqat ma'lum toifaga beriladi. Masalan, eng kam pensiya miqdori oshirilsa, bu asosan eng kam miqdorga yaqin pensiya olayotganlarga kuchli ta'sir qiladi. Yuqori pensiya olayotgan odamda esa o'sish boshqacha ko'rinadi. Yoki bolali oilalar uchun qo'shimcha ajratilsa, bu pensionerlarga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun yangilikni eshitganda birinchi savol, bu qaysi toifa uchun? Ikkinchi tuzoq, o'tgan oy olganman, demak bu oy ham olaman degan ishonch. Ijtimoiy nafaqalarda holat har oy yoki har davr bo'yicha tekshirilishi mumkin. Oilaning daromadi oshgan bo'lsa, farzand yoshi o'zgargan bo'lsa, hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lov bekor bo'lishi mumkin. Masalan, ona bolalar nafaqasi olayotgan edi. Iyul oyida turmush o'rtog'i rasmiy ishga kirdi va daromad bazada ko'rindi. Avgustda tizim oilaning daromadini qayta baholadi va nafaqa to'xtadi. Ona buni menga pul qo'shilmadi deb tushunadi. Aslida esa oila mezondan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. 3-tuzoq bank kartasi va hisob raqam muammosi. Ko'p odam buni mayda masala deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa,
pul ajratilgan taqdirda ham tushmay turishi mumkin. Masalan, pensiyaning kartasi 2026 yil iyulda tugadi. U yangi karta oldi, lekin pensiya jamg'armasi yoki tegishli to'lov tashkilotida hisob raqami yangilanmadi. Avgustdagi qo'shimcha hisoblandi, lekin o'tkazmada muammo chiqdi. Bunday vaziyatda odam davlat pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank rekvizitida bo'ladi. 4-nozik jihat vaqt masalasi. Agar qaror avgust oyida kuchga kirsa, pul aynan oyning 1-kuni tushadi degani emas. Qayta hisoblash, ro'yxat shakllantirish, bankka yuborish, hududiy bo'limlarni tekshirish jarayoni bo'ladi. Ba'zan qo'shimcha asosiy to'lov bilan birga keladi, ba'zan alohida tushadi. Ba'zan keyingi oyda qayta hisoblab beriladi. Shuning uchun 1-avgust kuni pul tushmasa, darrov vahima qilish kerak emas. Lekin 11 kundan keyin ham hech qanday tushum bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Qayta hisoblash har doim foydangizga bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz ilgari bir hujjat asosida ustama olib kelgansiz, lekin yangi tekshiruvda bu hujjat muddati tugagani yoki shartga mos emasligi aniqlandi. Natijada qo'shimcha qo'shilish o'rniga ayrim ustama to'xtashi mumkin. Bu ayniqsa nogironlik, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik va maxsus imtiyozlarda uchraydi. Shuning uchun men hujjatlarni faqat pul qo'shiladimi deb emas, mavjud to'lovim saqlanadimi deb ham tekshirishni tavsiya qilaman. 6-nozik jihat. Norasmiy daromad. Ko'pchilik men rasmiy ishlamayman, demak tizim daromad ko'rmaydi deb o'ylaydi. Lekin hozir turli bazalar bog'lanib bormoqda. Bank aylanmalari, soliq ma'lumotlari, mulk, avtomobil, tadbirkorlik, ijara, aliment va boshqa ma'lumotlar ayrim holatlarda inobatga olinishi mumkin. Agar sizning nomingizda faol tadbirkorlik bo'lsa, lekin siz amalda ishlamayotgan bo'lsangiz ham, tizim buni daromad salohiyati sifatida baholashi mumkin. Shu sababli kam ta'minlanganlik bo'yicha ariza topshirayotganlar o'z nomidagi barcha aktivlarni oldindan ko'rib chiqish kerak. 7-nozik jihat ishonchnoma orqali pul olish. Ayrim keksa pensionerlar pulni farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Agar ishonchnoma muddat tugasa, agar pensionerning tiriklik fakti yoki yashash holati bo'yicha tekshiruv talab qilinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu holatda qo'shimcha ham ushlanib qoladi. Shuning uchun oilada yoshi katta odam bo'lsa, uning hujjatlari, kartasi, telefon raqami va bankdagi holatini alohida nazorat qilish kerak. Endi eng kerakli qism siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov turini olayotganingizni aniq biling. Pensiyami, nogironlik nafaqasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, parvarish pulimi yoki ish haqi ustamasimi? Chunki har birining qoidasi boshqa. Agar siz o'zingiz ham aniq bilmasangiz, qo'lingizdagi oxirgi to'lov hujjati, SMS xabari yoki bank ilovasidagi izohni ko'ring. To'lov manbasi ko'pincha yozilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? JSSHIR raqamingiz to'g'ri kiritilganmi? Familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, hamma joyda yangilanganmi? Yo'llar orasida turmushdan keyin familiya o'zgargan, lekin pensiya yoki nafaqa bazasida eski familiya qolgan holatlar uchraydi. Bu kichik narsa bo'lib ko'rinadi, lekin to'lovda muammo chiqarishi mumkin. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, hisob raqam faolmi? Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, tegishli tashkilotga yangi rekvizitni yetkazganingizga ishonch hosil qiling. Pensionerlar pensiya jamg'armasi bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi bank orqali aniqlashtirishi mumkin. Nafaqa oluvchilar esa mahalla ijtimoiy himoya organi yoki tegishli elektron xizmat orqali tekshirishi kerak. 4-qadam. Nogironlik va tibbiy hujjatlarni tekshiring. Agar siz yoki oilangizdagi odam nogironlik bo'yicha to'lov olsa, ko'rik muddati qachon tugashini hozirdan biling. Avgustda pul kutib o'tirib, iyulda muddat tugaganini bilmay qolish juda yomon holat. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq hujjatlar o'z vaqtida yangilanishi kerak. Agar sog'liq holati og'ir bo'lsa, vakil orqali yoki tegishli tartibda murojaat qilish imkoniyatlarini oldindan so'rang. 5-qadam, oila tarkibini yangilang. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladiganlar uchun bu juda muhim. Farzand tug'ilgan bo'lsa, kimdir vafot etgan bo'lsa, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, farzand 19 yoshga to'lgan bo'lsa, talaba bo'lgan bo'lsa, bularning hammasi ta'sir qiladi. Mahallaga yoki vakolatli ijtimoiy organlarga borib, oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlar to'g'riligini tekshirtiring. 6-qadam. Daromad va mol-mulk bo'yicha o'zingizni tekshiring.
Agar siz kam ta'minlanganlik asosida nafaqa kutayotgan bo'lsangiz, oila a'zolari nomida avtomobil, uy-joy, yer, tadbirkorlik, rasmiy ish haqi, ijara daromadi bor yo'qligini aniq biling. Ba'zan odam bu mashina yurmaydi deydi, lekin tizimda mashina bor deb ko'rinadi yoki firma ishlamaydi deydi, lekin soliq bazasida faol ko'rinadi. Bularni oldindan yopish, to'g'rilash yoki izohli hujjat tayyorlash kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam yozma murojaat qilishni biling. Agar avgust 2026da sizga qo'shimcha tushmasa, faqat og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Tegishli idoraga yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, JS Ashir, manzil, telefon raqam, olayotgan to'lov turi, muammo mazmuni va talabingizni yozing. Masalan, avgust 2026 oyi uchun pensiyamga qo'shimcha to'lov hisoblanmagan. Hisob kitobni tekshirib, asoslantirilgan yozma javob berishingizni so'rayman. Yozma javob sizga keyingi bosqichda kerak bo'ladi. 8-qadam. Hujjat nusxalarini saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bankdan ma'lumotnoma olsangiz, sanasi bilan saqlang. Tibbiy hujjat o'qish ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, aliment qarori, nikoh yoki ajrim hujjati, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Amaliyotda kim hujjatni tartibli saqlasa, o'z pulini tezroq undiradi. 9-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi mish-mishlar, qo'shnining gapi, hamma olarkan degan xabar bilan qaror qilmang. Rasmiy qaror, prezident farmoni, vazirlar mahkamasi qarori, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi yoki tegishli vazirliklarning e'lonlarini tekshiring. Men ham har doim shuni aytaman. Avval rasmiy matn, keyin xulosa. Chunki bitta so'z butun mazmunni o'zgartiradi. Barcha pensionerlarga degan ibora bilan ayrim toifadagi pensionerlarga degan ibora orasida juda katta farq bor. 10-qadam. Agar rad javobi kelsa, sababni talab qiling. Sizga to'lov yo'q degan gap yetarli emas. Nima uchun yo'q? Daromad oshganmi? Hujjat muddati tugaganmi? Oila tarkibi mos emasmi? Bank rekviziti xatomi? Nogironlik muddati tugaganmi? Staj hisobga olinmaganmi? Sabab bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. Sabab yozma bo'lsa, siz uni tahlil qilib, kerak bo'lsa qayta ariza yoki shikoyat berishingiz mumkin. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan mustahkamlayman. Birinchi misol, 7 yoshli pensioner onaxon 23 ming so'm pensiya oladi. Avgustda pensiyalarga qo'shimcha belgilandi. Uning hujjatlari joyida, kartasi faol, yashash manzili o'zgarmagan. Bunday holatda qo'shimcha odatda avtomatik tushadi. U faqat bank SMS-ini va pensiya miqdorini tekshiradi. Ikkinchi misol. 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 2026-yil iyulda qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin bormadi. Avgustda qo'shimcha e'lon qilindi, lekin unga pul tushmadi. Bu yerda asosiy sabab qo'shimcha emas. Uning asosiy to'lov huquqi vaqtincha tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. U birinchi navbatda tibbiy ko'rik masalasini hal qiladi, keyin qayta hisoblashni so'raydi. 3-misol. 3 farzandli oila bolalar nafaqasi olardi. Avgustdan oldin otasi rasmiy ishga kirib, maoshi 4000 ming so'm bo'ldi. Oilaning daromadi mezondan oshib ketdi. Natijada qo'shimcha kelmaydi. Hatto nafaqa to'xtashi mumkin. Bu adolatsizlik emas, tizim mezon bo'yicha qaror chiqaradi. Agar oilada kredit, kasallik yoki boshqa og'ir holat bo'lsa, ular alohida tartibda moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy ko'mak uchun murojaat qilishi mumkin. 4-misol, boquvchisini yo'qotgan oila, farzand 19 yoshga to'lgan. Lekin universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Agar o'qish ma'lumotnomasi vaqtida kiritilsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar kiritilmasa, avgustda pul to'xtab qolishi ehtimoli bor. Demak, bunday oilalar yoz oylarida o'qish bo'yicha hujjatni oldindan tayyorlash kerak. Demak, avgust 2026dagi qo'shimchalar masalasida eng muhim narsa shuki, pul hammaga bir xil tartibda qo'shilmaydi. Kimga qo'shilishi to'lov turiga, hujjat holatiga, oila tarkibiga, daromadga, nogironlik muddati va bank rekvizitlariga bog'liq bo'ladi. Kim hujjatini oldindan tekshirsa, xotirjam bo'ladi. Kim o'zi tushadi deb kutib o'tirsa, texnik xato yoki muddati o'tgan hujjat sababli to'lovsiz qolishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pasportingizni, kartangizni, nogironlik muddatini, oila tarkibini, daromad ma'lumotlarini va olayotgan to'lov turini tekshirib qo'ying. Agar muammo bo'lsa, avgustni kutmang, hozirdan murojaat qiling. Sizningcha qo'shimcha to'lovlar eng avvalo kimlarga berilishi kerak? Pensionerlargami, nogironligi bo'lgan fuqarolargami, bolali oilalargami yoki budjet xodimlarigami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa,
like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning o'ziga tegishli pulni vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.